Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Umar. Bugungi suhbatimizning temasi Dunyo Uyg'ur qurultiyi Angliya hukumatining sudga arz bergan to'g'riliq bo'ldi. Aziz ko'ruvchilarimizning suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugünkü aziz mehmanlarımız Dünya Uyghur Kurultayı'nın hürmetli reisi Dolkun Eysa Efendi ve Dünya Uyghur Kurultayı Engile İşhansı Direktörü hürmetli Rahime Hanım. Söhbetimize hoş geldinler Dolkun Eysa Efendi, Rahime Mahmud Hanım. Rahmet, Hoş bulduk. hoş bulduk. Rahmet. Əmsə vaxtın nasiti bilən söhbətimizni bir vasitə başlap ketəyli. Hürmetlik Rahime Mahmud Hanım. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Uyg'urlarniki majburiy emgakka chetishliq paxta mahsulotlarininki Angliyaga import qilinishini cheklanmaganlik sababidan Angliya hukumati ustidan Angliya Oliy sudiga arz sunğunlar tarixiy bir voqea bo'lib dunyoning diqqatini tortdi. Bu arzni Dünya Uyghur Qurultayı 2020 yili 23 aprelda boshlagan. Bu 2 yil jarayonida siz Angliyada turishliq Dünya Uyghur Qurultayı ishxonasiniki müdiri buluş, direktör buluş süptünüz bilen qandaq bir basqıçlarını baştan keçirdinglar, kimler advokat boldu, bu sotdaki dava talabanglar nima boldu, yana tünögün ve bugün davamlaşkan bu tarihi sot qandaq ötdi bu sotning o'zi, bu to'g'riliq keng jamoatchilikka bir tushuncha bergan bo'lsangiz, rahmat. Bo'ldi, rahmat. Bu bizningki sungan arza deganingizdak 2020 yili 4-oyda boshlangan. Bu eng boshda hukumatga o'zimizning arzimizni yozgan. Shu yer shari qonun harakat to'g'ri advokatlari shular buningga mas'ul bo'lgan. Bu Angliyadagi butun dunyodagi qonuniy jarayon shundoq bo'ldiki, eng boshda arzini o'ziga sunib, ulardan qanoatlik bir javob ololmagandan keyin ularni sudga arz qildigan. Shu biz 1 yildan ortiq Angliya hukumatiningki javobini saqlab, eng oxirida u bergan javobi hech qanday bir bizningki qilgan arzimizga mana aytganda pisand qilmagandek, hatto bu majburiy emgak mollarining kirayotganligini tekshirmasligidagi o'zining yetersizlik taraflarini faqatlam e'tirof qilmaganligi uchun advokatlar buni yuqori sudga arz qilgan. Bultur 11-oyda yuqori sudga arz qilindi. Bir qancha haftadan keyin yuqori sud, oliy sud buni qabul qildi. Bu yilninki 5-ida 10-oyninki 25-26 ikkinchi kunga bekitilgan. Şumuş 2 kun rasmiy oliy sudda bu arza bizning advokatlarimiz tarafdan nima uchun Angliya hukumati bo'libmi shu 3 bo'lim Angliyaninki, birisi ichki ishlar ministrligi, yana birisi Tambuj import eksport kontrol qiladigan idora, yana birisi davlatlik jinoiy ishlar idorasi. Shu 3 idoraninki bularninki o'zining oqlug'uvchilari advokatlari bilan bizning advokatlarimiz sudda bizning advokatlar eng muhim bu masalaninki qanchalik ig'irligini va Uyg'ur rayonida, ya'ni Sharqi Turkistonda hozirgi bu irqiy qirg'inchilik bo'layotganligi 80%dan ortiq bu yani Uyghur mecburi emgak mallarınınki Xitaydan Angliyaga hech qanday tekshirmagan holatda eqib kirayotganligi, buningki Angliya o'zininki qonuniga ixlof ekanligi to'g'risida so'zladi. Hukumatninki advokatlari o'zininki qarorini aqladi. Sualning arasida mustaq ixtiyoriy suhbat elib boraylik. Hurmatli Dolqun Eysa Efendi, bu yerda Muşu sot başlanğandan buyan dünyanın köplegen nüfuzluq xabar agentlikleri bu vaqtda bas-basda xabar beriyotidi. Mesela Angliyanın içinde bolsun, sırtida bolsun.
maqolalar e'lon qilinib, Uyg'ur majburiy emgaki va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini qaytadan dunyo kun tartibiga olib keldi. Endi bu xabarlarniki mazmuni qanday bo'lyotidi? Ya'ni Angliya hukumatini ayblaydigan ovozlar bir qadar yuqurmi yoki biz o'ylamagan boshqa taraflardanmi bu matbuotlar muloyiza ilib beryapti? Bu to'g'riliq siz o'zingizning qarashlarini so'zlab o'tgan bo'lsangiz rahmat. Rahmet, bu sot başlanıştan ilgili lan bir qancha kun hatta bir qancha haftalardan buyon bu sot haqidagi xabarlar o'tirib chiqqandan keyin nurg'unlagan xalqaro matbuotlar bu sotga nihoyat qiziqdi. Bo'lib tönögün sot başlanışının oldida dünyanın en danlıq xabar agentliklərinin, məşhur asas xabar agentliklərinin hamısının muxbirləri sot meydanında boldu. Sot başlanışından ilgili bizler bilen söhbətlər etdi. Mesela Reuters deyili, IP deyili, BBC deyili, Financial Times, yani dünyanın bütün mühim axbarat organlarının hamısı tönögün bat TV'de. Çünkü degendek bu tarihi bir sot. Çünkü bu yerde buluvatkan sot kandaktur bir Cengiz Del veya ki bir şirket hakkında veya ki bir şirketin bir insanlar hakkında buluvatkan bir soti bulmasın, bu bir hükümetke karşı açılıvatkan bir sot. Abiyatın Reyime Hanım dep ötkendikidek Angliya İşlam Ministerliğini ve Angliya Tamu Yüzünsünü ve şundakla devletlik cinayi işler idaresini sotqa bergen. Muş 3 mekkede dünya kurultu muş 3 organı özünün vazifelerini icra kılmaganlığı, Şarkı Türkistan'daki mecbur emgek çetişmalarını tosmaqanlığından ibaret bu mesuliyetini sürüştü kılgan, bu mesuliyetini kanuni cevapkarlık tatkan bir sot bolganlığı için bu bütün xalqaro matbuotlarning diqqatini tortishi normal bir hadise. Çünkü bunda bir sotla asan bo'lmaydigan gap. Arz qilish boshqa. Advokatlarimiz Rahima Hanım deb o'tgandagidek bunun 2020-yili boshlandı buningga 4-oyda dastlabda Dünya Qurultayı bilan Yer shari qonun hareketi Tori teşkilatı birlikte 53 betlik bir dokulat tayyorlab Şarkı Türkistan'da mecbur emgek çetişli qanda hadisinin buluvatqanlığı, bu Angliyanınki hazırgıç mecbur emgek çetişlik bolgan, qul emgek çetişlik bolgan mahsulotlarni Angliya kirişninki çekiliniganlığına ait münasebetli qonunlarni öz ichiga olgan holda bir dokulat evetilgen. Bu dokulatın eveti, muşu dokulatın royu boyunca bunu çekleşini talep kılganlığı için bunun bu arlıkta nurgun xatlar yazıldı. En azında 6-7 qitim ular bilan ularning advokatlari orqali bevosita Dünya Qurultayı advokatlarının, Dünya Qurultayının yazışgan xatlar bularga hech qanday ijobiy javob bo'lmagan, ondan keyin qonuniy tartib boshlangan. Shuningga bu jarayonlarda bütün Angliya hükümetidek bugün dünyada demokratiyanın büyüşüge bolgan, hukukның, kanunның büyüşüge bolgan bir devletте devletke karşı, hükümetke karşı elip berilgan bir sot bolganlığı için elbette bunun bir Xitayga çetişlik, çünkü mecbur emgek seviyatkan insanlarımızga erki kırgınçlık yapıp beriyatkan devlet Xitay hükümeti, ama muşuna bir devletni bu işine nispeten Angliya hükümetininki Angliya parlamenti Uyghur erki kırgınçlığını kabul kılgan avalının üzüde hükümetinin bunun texim aktif bir hareket kullanmayı, bu mecbur emgekke münasebetlerinin ekirgenligi münasebetiyle bu hükümetine sorak tatkallık bu alaydı bir aval, hem de bu az uçuraydigan bir avallarken şunda bolganlığı üçün xalqaro matbuotning bunga bolgan qiziqishi nihoyat yüksek ve hazırgacha chiqayotgan maqolalarda bo'lsin, matbuot xabarlarda bo'lsin, yani irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir davlatning mahsulotlarining Angliyaga kirishning cheklanmaganligining bu Angliyaning devlet tüzümü, kanun tüzümü ve demokratiya, hukuk bilan idare kılıngan bir sistemiga nispeten yaxşı bolmagan bir aval bolganlığından ibaret bu nokta çıkış noktası kılınıp bizning bu davaga, bizning bu hareketimizni, bu sotlaşmamizga xalqaro matbuotning ijobiy ko'z qarashlarining bo'layotganligiga 2-3 kundan yaqin shohid bo'layapmiz. Yani xalqaro matbuot bu meselede bizni haqliq tarafda turib, çünkü zaten kıvat karşımız haklık bir dava. Matbuotlarning ko'z qarashi mushu şekilde devam qiladi. Hürmetli Reyime Hanım, endi nurgun cemaat belki şu sot jarayonininki qandaq bir davamlashganligi, mesela advokatlarninki datalashları, u yerdagi munozirga ait qiziqishi mumkin. Endi siz şu sotninki da'vo talabini
Qandaq o'ttirib qo'ydinglar? Andan keyin bu yerdagi sud zodi qandaq bir munozara, bir holatda o'tdi, nihoyatda jiddiymi? Bu to'g'riliqmi jamoatga bir so'zlab bersangiz rahmat. Bo'ldi, rahmat. Endi bu sotninki bo'lishi, ya'ni bu arzninki boshlanishi. Advokatlar o'zi bundaq bir arzida yengishga bir ishonchisi bo'lmasa, hech qanday bir advokat bunda ishni olmaydi. Bu yerda Angliya o'zininki qulluqqa qarshi qonuni, ya'ni Victoria Statute deydigan, Victoriyaning vaqtidagi qulluq emgak yoki mush turmalardagi majburiy emgakda mahsulotni bu davlatga kirgizish qonuni jihatdan to'g'ri emas, ya'ni qonunsiz deb belgilanganligi uchun asosliq mushu qonun. Yana birisi Modern Slavery Act deydigan, ya'ni yangi zamon majburiy emgak yoki qulluq emgak mahsulotini to'sish degan. Mushu ikki qonunni asos qilib advokatlar bugungi sudda nima uchun Angliya hukumatiningki bu tekshirish ilib bormasdan, kirayotgan mallarni hech qanday to'simasdan va tekshirish ilib bormasdan kirgizganligining qonunsizligini tushuntirib o'tdi. Buningda asosliq shu hozirgi Uyg'urlarning beshiga kelayotgan kulfatlar, bu Xitoyninki insoniyatga qarshi o'tkazayotgan jinoyati va hozir irqiy qirg'inchilik bo'layotganligi degandek shu nurg'un isbot nimani o'tirg'i qo'yib turib, mushundaq bir jinoyat o'tkazayotgan bir davlatdan nihoyatda mukammal reportlar, ya'ni bu tadqiqotlar, isbotlar, dalil isbotlar shunchalik to'liq tursinmi, yana Angliya hukumatiningki 6 yildan hech qanday bir o'zgartish o'z Xitoyning mahsulotlarining kirishiga hech qanday bir tekshirish ilib bormaganligininki bu qonunsizligini. Bu yerda sudda insonlarningki bir hissiyotini asos qilmaydigan qonun asos qilgan bo'lgandan keyin mushu qonun, mushu ikki qonunga nima uchun bu o'zining qonuniga ixtilof degan mushuni o'tirg'i qo'yib nima qildi. Nihoyatda technical, ya'ni texnik jihatdan. Endi bu hukumat tarafining advokatlari bu ahvolninki asosli yig'ishtirib kelsak, bu mumkin emasligini, tekshirishning mumkin emasligini, Xitoy hukumatiningki buningga ruxsat qilmaydiganligi va o'zininki bu ilib berishninki faqat Angliyalam emas, boshqa davlatlarning bundaq bir tekshirishni ilib berishining mumkinchiligi yo'q ekanligi, uningkin asli mal kirgizdigan shirkatlarning ustidagi majburiyat hamda bu mal kirgizgan shirkatlar o'zininki shu to'r betlarida yoki mal kirgizgan vaqtida declaration deb qo'ydikan, shu bayonotida biz bu kirgizgan mallar hech qaysi qulluq amgikidan kirilgan yoki mahsulot emas deb shu yozadigan. Shuning uchun biz shunga qarta ish tutimiz, davlatninki bu mallarni tekshirish majburiyati yo'q, shirkatlarning o'zininki majburiyati bor degandan keyin bizningki advokatlarimiz bundaq emas. Amaliyotda shirkatlar o'zlari buni biz pokiz mal, ya'ni nima iniq ishlatdim, shu dirty product deb, ya'ni mehnat mal deganni. Deb pokiz mal bu hech qanday bulg'anmagan majburiy emgak yoki qulluq emgakdan bo'lmagan deb yozib olgan bilan bular hech qanday bir tekshirish ilib bormaganligi uchun bir hukumatninki o'zininki kuchi bo'ldi. Har qanday jihatdan bu tekshirishni ilib borman desa imkoniyati bo'ldi. Lekin Angliya hukumatiniki buningga hech qanday bir tirishchanlik ko'rsatmaganligini bizning advokatlarimiz nima bo'ldi. Asosliq talash tortish mushu. 2 kunlik talash tortishda bizning advokatlarimiz shu qonun jihatdan to'g'ri bo'lmaganligi, ularningki imkonchiligi yo'qligi degandek shu nimalar. Qolgan yana savol bo'lsa, qilib javob beraylik. Ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli To'lqin Aysa apandi, endi bir sud bo'lgan ekan cho'qim futurish va futurish bo'ldi.
Reyme Hanım'ın gibi qaraganda aytı teknikal bir sual cevaplar boptu, aytı ciddi boptu. Hem de bu sotda Dünya Uyghur Kurultayı yani Uygurlar utqan taqdirda Angliya hökuməti nimalarga majbur qoldi? Aniki utqan taqdirda Dünya Uyghur Kurultayı qanday bir ahvolga duch keldi? Bu to'g'risida keng jamoatchilikni aytib qiziqishi mumkin. Bunga bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Reyme Hanım'ınki gibi qo'shimcha bo'layotgan sotda 2 kunni yaqmış sotda ichida bo'layotimiz. Nayti keskin bir munoziralar bo'ldi. Çünkü bir yer hissiyat va yoki bir nima aralashgan emas, tamamen faktlarga tayangan. Çünkü biz bu 2 yilga yaqin vaqtning ichida bu advokatlar bilan va yer shari qonun to'g'ri tashkilot bilan hamkorlashib, nurg'un yig'inlarni, turli yig'inlarni qilib yaparayotgan bo'lsak, ama bu 2 kunlik sot jarayonida advokatlarning qanchalik tayyorlik qilganligiga men o'zimmi biroz hayron qoldim. Çünkü bir yerde bir dosya var hem de sunuq sotqa sungan bir yerde 1191 betlik bütün hazırgıca Uygurlar hakkında çıkargan xalqaro teşkilatlarning, mutaxassislarning bütün dokladlarının hemmisi redlenip sotqa hüccet şekilde mənbə şekilde sunulgan. Onundaki yanı bir yerde bir arxiv nemisi var, yani dosya deyimiz arxiv nemisi bu 162 betten çıkan bütün Dünya Uyghur Kurultayı'nınki bilen hükümetinin özra yazışkan hazırgıca tamucular bilen yazışkan, İçki İşler Ministerliği yazışkan xatlar ve alakalarımızdan hemmisi çünkü muşu sotqı berişkin mecbur boğallıklarını ispatlaydıgan baktılar. Anın deyken bütün kanuni asaslarga tayangan 290 betlik yani bir erzname ve yoki muşu Angliya hükümetini muşunga zorlaydigan advokatlarning tayyorlagan erznamesi. Demek toplam 2000 betga yaqin bir material. Hem bu sot bir varak ak kağız bilen bir kalem bilen başlagan tam da çıkan birimiz deyilgen umum mevka yaxşı ama şularını tayyorlash, qilish, bütün hüccetlerini o'qish Angliyaning o'zining qonunining qaysi maddasiga qildi. Sharqiy Turkiston bo'layotgan ish abiyatin Reyme Hanım 2 qonunida shu qonunning qaysi maddasining qaysi jarayoniga xilof. Mushlarning hammasini advokatlar necha ming soatlik bir ajr bilan tayyorlab chiqqan gap. Shuningmi o'zlari mushu vaziyatni bilganligi uchun buni kutmaymiz. Chunki bugungi dunyoda 21-asrda bu kul emgek meselesi mevcut olması gerek degan biri insonparvarlik noktasını çıkışkan, ikincisi Angliyaning özünün kanuni devletten ibaret bu devletlik demisini saklaş mecburiyeti var. Şununla bir adım 2 gün jarayonda advokatlarning qanchalik tayyorlik qilganligi, qanchalik ajr qilganligiga men o'zim hayron qoldim hamda çünkü demek asan bir makale okumak asan va yoki bir şiir yazmak ancha tez emas. Ama faktlarni, hüccetlerini çünkü sotçu her nersige birden qarab chiqadigan gapken çünkü her nersida savollarni qilgan deganlikin faktlarga demek ama bizga qarshi bo'lgan o'rin cho'ng o'rinlar. İçki İşler Ministerliği bir devlet müdafiat qilganingizda ularning İçki İşler Ministerligidan tamujidan kelgan adamlar bor bu yerda, onun başqa ularning advokati var. Bizning 5 tane advokat var. Maxsus bunun da fikirni o'tirib qo'ygan. Karşı tarafning 4 advokati var. Onundan başqa bunun işinin akısıda yana yardım qilayotgan bir advokatlar. Toplam bir 10'dan artıq advokatning biz tarafdan 10'dan artıq advokat 2 yilning yaxshi ishildi. Karşı tarafdan nurg'ulagan advokatlar ishildi. Şununla bu iş endi siz degandekidek sot deganda yengilish yo'li cho'qim bir taraf tutadigan gap. Her ikki taraf men uftiman deb chiqadigan gap endi. Agar ikki taraf men uftiman deb chiqsa sot bo'lmaydigan gap. Hamma taraf o'zini haqli deb ko'rsatdi. Ama haqiqat biz tarafda bo'lganligi uchun shu yerda Xitoyning bugun irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi, majburiyatga qilayotganligi haqida samandek faktlar var bugün. Faktlar var. Ama hükümet tarafı yüzüne aklaş için her xil faktlarni oturup koyup bizden advokatlarının bizden taleplerimizni inavatsiz qilishga tirishdi. Ama bugün belki 2 yıldan bu yan sot jarayonidagi qanoatimiz ve advokatlar bilan so'zlashganda bizning o'tirib qo'ygan nimalarimiz faktlarni aytib bo'ladi deganda. Shuningga bu masalada bizning ayt ümitlik agar bu sotni biz utgan taqdirda o'zi nima bo'ladi degan vaqtimizda cho'ng ish bo'ladi. Qanday cho'ng ish bo'ladi? Chunki Angliya Xitoydan nurg'unlagan Angliya şirketleri
paxta mahsulotlari bo'lsin, boshqa majburiy emgakka oid narsalar bo'lsin, nurg'unlagan tijoriy narsalarni qotadi. Bu narsa cheklanadigan gap. Davlat buni cheklash majburiyati qildi. Hozir bizning gapimiz anlamanki, mahkamaning qarorini ijro qilishga to'g'ri keldi. Uning uchun nurg'unlagan mallar, shirkatlar so'roqqa tortiladi. Majburiy emgakchi atishda ekilinmaydi Angliyaga. Bu Xitoyni necha milliard dollarlik ziyonga uchirdi. Xitoyning iqtisodiyni uchun cho'ng bir zarb bo'ladi. Albatta Angliyaning iqtisodi uchun bu zarb bo'lishi mumkin, ammo majbur bu Angliyada hech bo'lmasa zarb bo'lsa-mu, butun bu tijorat, savdo Angliya qonunlari bo'yicha va shundaqla yalnız Angliya qonuni emas, nurg'unlagan demokratik davlatlarning qonunlari, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tijorat va tijorat berishda, savdo qilishda belgilangan bir axloqiy va qonuniy o'lchamlari bor. Buni Xitoyga o'xshagan davlatlar bu o'lchamlarga rioya qilmaydi, ammo Angliya bunga rioya qiladi. Qonuniy bir davlat bo'lishi bilan rioya qilish majburiyati bo'lgan gap. Buning bir axloqiy va qonuniy majburiyati bor. Shuningga bu yerda hamda shuning kurash keskin bo'layotdi. Bu Angliyaning iqtisodiy uchunmi belgilik darajada zo'r zarb bo'ladiganligi uchun shuni hukumat buni tutishga tirishayotdi. Ammo qonun bu davlatlarda hukumatlar ayrilgan bo'lg'achqa adolatning eng oxirida g'alaba qildiganligi ishonamiz. Shuning bu masalada bulatma Xitoyning hamda azon mollarining, paxal mollarining bevosita bulatma Uyg'urlarningki qiyinlik bedelligi yugurilgan bu emgak mahsulotlarining bir kelish shaklida bu Xitoyning iqtisodiyotini zo'r ziyon uchirdi. Bu anandaki ikinci bir alayligi boshqa davlatlarga ulgu bo'lgan gap. Mesela Avrupa devletleri olsun, Avrupa Komisyonu mu şu mecbur emgakten keldiğin mallan çekleş hakkında bir direktifni bir kaydını tanıştırdı. Bu azı görüşüldü. Bu kabul kılınan takdirimizde Amerika'da kanun çıktı. Angliya mahkemesi bu kararını verse, Avrupa İttifakı verse, demek dünyada en azından bir 30-40 tek devlet Xitay'dan mecbur emgakke, Şarkı Türkistan'ın mecbur çekildiğin bütün neslen çekilgendikin bu Xitay için nait çok bir iktisadi ziyan ekildi. Xitoy bugün dunyoga hukmronlik qilish, Uyg'urlarning bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni yurgizishda butun dunyoning ayblashlariniga pisand qilmay qilishdagi sabab iqtisodiy jihatdan kuchli bo'lganligi. Pulga ishonganligi. Xitoy undaq boshqa hukumatlarga o'xshaydigan ayblashlarga, ta'sirga va xalqining noroziliklariga va xalqaroning besimlariga biroz pisand qiladigan, buni o'zgartirishadigan bir hokimiyat emas. Faqat kuchga ishonadigan, pulga ishonadigan, hukuk işinadigan bir devlet bo'lganligi uchun hukuk deganimiz qonun huquq emas, o'zining kuchini, puliga ishinib turib dunyoga hukmron qilayotgan bo'lganligi uchun iqtisodiyotni ojizlashtirish Xitoyning shu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va dunyoning gapini anglash majburiyati. Chunki Xitoy bundan 20-30 yil ilgari kuchli bir iqtisodiy davlat emasdi. Uning uchun Angliyaning olsun, Yevropa İttifaqının olsun, Amerikaning bo'lsin qo'ygan talablariga yo'q deyanmaydi o'chog'imiz. Hammaga ma'qul degan. Ay ma'qul deb beshin qilib, bularning texnikasi bilan, bularning puli bilan bugun kuchlanib ikkinchi bir iqtisodga aylangandan keyin dunyoning hamma nimasiga chatig'im nima deydigan yer keldi. Shuning uchun bu sotning tutishimiz favqulodda muhim emas. Boshqa davlatlarni shundoq o'xshash shaklda qonuniy tartiblarni boshdan ko'tkazishga, Xitoyning majburiy emgak chetish mallarini to'sishga ahamiyat oldu. Amerika'da bu iş başlandı, Angliya'da bu iş olsa, Avrupa İttifakı'da mı ya başka devletlerge mi bu işlerini besim kuruldu. Bu cihetten fevkalade ehemmiyetli. Hem utur vetsek ne buldu? Bunu gibi iyi tayarlı kılışımız gerek. Elbette utur vetsek bir yerde biz için ait çok bir ziyan bulmaydı. Ama biz için biraz iqtisadi ziyan buldu. Çünkü biz ussak bu sotun bütün çıkımlarının hemmisini şu karşı taraf, hükümet taraf götürdü. Ola töyleydi. Hem de biz utur vetsek demek birinci bir yerde kanun tertipler bulundu. Advokatlarının bir kısmı çıkımları oladigan gap, kanun sotning çıkımları oldu. Normal bir nese. Bir işki adam uruşup kep sot boğa vaxtınızda mı karşı taraf utur vetse onun sotning bir kısmı çıkımlarını o karşı taraf götürdigan gap. Bu tertip o'xshaydi. Hem de şunun bu meseleye vaxtınızda Dünya Uyghur Kurultayı biraz xiraçlatıp kalımız. Bunun yurttaşlarımız, vatandaşlarımız bu başka. Çünkü bu şahsi Dünya Kurultayı erza bo'lganimizdan Dünya Kurultayının sotemet ustak Dünya Kurultayı pul kelmeydi. Xitoy ziyankeşlik uchraydigan gap. Ama utur vetsek bu ninki bir kısım nimeleri bizim üstümüz keldi. Ama biz uturimiz degan yüksek bir irademiz var. Utur vetsek bir yerde yana devam kılımız onu. Bugün advokatlar bilen sözleştik. Utur vetsek ikinci basqıç qanday qılımızda yana başka bir basqıçlar bilen arz qilish ve materiallar bilen imkoniyatimiz var ki biz bu işin ahirgacha mangimiz.
Ama elbette bir yerde aştaq bir ihtimalliğim var. Bu qalsa xalqimizning bizni yalnız taşap qo'ymasligiga beshimizga kun tushgan vaqtida biz bilan birga bo'lish zaruriyat tug'iladi. Shu. Köpten Men yana bir narsa qo'shib Aha. qo'yaymi? Buldu. Bu yerda shu advokatlar bu arzimizni qo'lga olgandan keyin birinchi qitimliq qilgan ishi shu Essex qonuniy firmasining Angliyada nihoyat tanilgan bir firma bu. Essex Court Chamber deydi. Essex qonuniy firmasininki qonuniy ko'z qarshi shuni yezib chiqishni talab qilgan. Bu bultur 2 ayda e'lon qilingan. E'lon qilinganda tunji qonuniy advokatlar tarafidan Uyg'urlarga Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ilib beryotidi deb bu e'lon bo'lgan. Shu vaqtdami nihoyat ko'p matbuotlarda buni xabarlarda nurg'un matbuotlarda xabar bergandan keyin Xitoy hukumati bu firmani jazoladi. Essex Court Chamber Angliyadagi tunji bir advokatlar firmasi buningga nima Xitoyninki jazosini uchirdi. Bularninki Hong Kongda, Singapurlarda ishg'ollari bo'lganligi uchun bular keyin hatto shu chiqargan rasmiy qonuniy o'zininki reportini o'zining tor betidan evitishga majbur bo'ldi. Hatto Uyg'ur sotiga eng boshda kelib pakt nima beramiz deb keyin shu bosh nima bo'lgan advokat Alison McDonald degan mashhur bir advokat Angliyadagi yosh advokatlarning ichidagi nihoyat mashhur advokat o'zininki Uyg'ur sotiga chiqib chiqishdan voz kechgan. Ashunchalik besimlarning bo'ldi. Mushu jarayonlardami ko'p qitim matbuotlarda mushu Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida Xitoy hukumatininki jinoyat o'tkazayotganligi to'g'risida diqqat qo'zg'adi. Shuning uchun bu bizningki bu arzimiz faqatlam bir Angliya hukumatininki eng oxirgi yengilish emas, bu da'voninki mangan mushu yo'limizdagi nurg'un insonlarga hukumat va xalqaroda bu bizningki da'voninki nihoyat haq va bu haqiqiy ahvolninki qanchalik ig'irligini xalqaroda anglitishga bir fursat bo'ldi. Köpten köp rahmet qo'shimcha tushuntirishingizga. Endi yana sizdan davomlashtirib siz Dünya Uyg'ur qurultayining Angliyadagi ishxonasining direktori bo'lish sifatingiz bilan 2 yil jarayonida Angliyada bu sot uchun shundaqla shu sotga yondash sirtda qanday xizmatlarni olib bordinglar Angliya miqyosida? Buningga qanday yana qo'shimcha sotdan sirt xizmatlar ishlandi? Bu to'g'riliq bir Angliyadagi ishlarni so'zlab bersangiz rahmat. Endi bu Angliyaninki ishxonasi 2019-yili qurilgan vaqtida biz Dolqin rais bilan tunji bu Angliyadagi xizmatlarda qaysi ishlarni markaz qilishimiz kerak degan vaqtda shu Angliyada bir advokatlarninki Uyg'urlarga nima qiladigan bir advokat to'plami demdik. Shunaq bir nima qurilgan bo'lsa, nurg'un qonuniy ishlarni shu Angliyada ippagan bo'lsak deb shu maslahat bilan birga masalan Uyg'ur sotininki qurilishiga Angliya ishxonasi ko'p ishlarni biz ustimizga ilib bu Uyg'ur soti bo'ldi. Uningdan keyin masalan Argentina sot nemisdimi Michael Pollack apandim buningga mas'ul bo'ldi. Yana Uyg'urlarninki advokati, yana Lawyers for Uyghur Right, Uyg'urlar haq uchun qurilgan advokat nemisi degandek harakati. Buningdimi shu Angliyadagi bizning ishxonaninki nurg'un ishlarni ustiga oldik. Uningdan keyin shu tunugunki bugungi bo'lgan bu advokatlarninki yana oliy sotda bo'lgan bu arzimi
eng başta şu Angliya işxanasınınki baştan ahir nurgun qanun ijatiki yazdıgan arz toğrusida hatta tünügünki şu sot başlanğan vaqtda eng başta bu arznamada çoqum bir adamninki bayanatı buluş gerekke. Mening bayanatımni asas qildi. Şuning uchun hamda bu deb kelsak 2 yilning ichidagi qilgan ishlarimiz bakjiq hamda parlamentdagi Angliya parlamentdagi masalan Angliya parlamentininki Uyg'ur qirg'inchilik nimasini e'lon qilganligi uningkin necha qitim parlamentda shu Genocide Amendment to the Trade Bill degan yani qonuniy nima o'zgartish kirgizish degan bir qancha qitimliq Angliya parlamentida bo'lgan nimalar buni oy bakchiq men hozir hammani deb olamayman ama biz shu qonuniy jihatdagi nimalarda Angliya ishxonasi asosli rol o'ynadi desam bo'ldi. Hamda masalan Uyg'ur sotininki eng oxirgi bizga eng cho'ng foydali ya'ni tarixiy qilib qoldigan bir qimmatli bir dosiya butun Uyg'ur xalqininki o'xshamagan darajadagi chekkan zulmlarni hammasini bir yerga akilib bir to'plam bo'ldi. Bu agar bu sud bo'lmagan bo'lsa bu to'plam bir yerga kelamatdi. Chunki Uyg'ur sotidimi nurg'un advokatlar 1 yildan ortiq ishlab mushnaq bir yerga keldi. Bayam Dolqun aysa bayam raisimiz deganga o'xshash masalan mushu sotninkidimi shunchalik ko'p materiallarninki qonuniy jihatdagi nimalar bu bir tarixiy material bo'lib Uyg'ur tarixida saqlanadigan nayt qimmatli bir materiallar bo'lib saqlanib qoldi. Bu shuning uchun bu nayt ahamiyatli deb o'ylayman men. Chunki normalda o'zimiz mayli qandaq bir tashkilot bo'lsin yoki bir akademik o'rni bo'lsin buni bir yerga akilib bu darajada bunchalik yuqori sifatli bir to'planish meningcha kuchimiz yetmasligi mumkin-di. Ama dunyoninki shunday xalqaroliq nihoyatda mashhur advokatlar bu ishni biz uchun qilib berdi. Bu biz uchun buningdan keyingi tarixiy nurg'un kelgusidagi da'vo bu da'volarimiz uzun bir da'vo bo'lganligi uchun bu bek muhim bir material bo'lib saqlandi. Hamda eng oxirida men shu advokatlardan bugun so'radim. Asosliq 2 advokat bu sotda bayonot bergan advokatlar ya'ni bizni oqlab nima uchun bulardan so'radim qanchalik bir persent ümitinglar bor dedim. Bu advokat menga degini men normalda bo'libmi shu boshqa davlatdan kirgan mol to'g'riliq biz burun nimalarni qilgan 12% deb ashta beratdik ama men bu bugungi bugungi bu ilk bo'lgan sotninki nimizda az deganda 60% ümitimiz bor deb o'ylayman. Faqatlam texnik jihatdan balkim sotchi hukumat tarafninkini to'g'ri deb qarmasa boshqa jihatdan bütün haqiqat biz tarafda, haqiqat sizlar tarafda deb shunaq dedi. Shuni bir yetkazib qo'yay dedim. Hürmetli Dolqun Aysa efendi, Reyme Hanım hazır dep ötkendikidek hakikaten Uygur sotu bo'ldi. Anındaki Argentina'da Xitay əməldarlarını bir vasıta sotqa ərz qilish bu ərz qabul qilindi. Sharq Turkistonning besilingan zimin ishkanligi to'g'riliq qonun izlanish va doklad tayyorlanayotdi. Hamda Angliyada bu sotmo bo'lib 2 kunda oyoqlashdi. Demak, Dunyo Uyg'ur qurultayining strategiyasida va da'voning qadam bosqichlarida qandaq bir o'zgarishlar bo'lyapti qurultay tarafdan. Ya'ni siyosiy lobbichilikdan Xitoyga bevosita zarba beradigan hujum xarakterli bu xil qonuniy da'voga o'tish, yana qurolsiz turibmi Xitoy hujum ochadigan bir yangi yo'l
Echilib bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat, yaxshi bir savol. Endi bu bizning Sharq Turkiston masalasi Uyg'ur davosini xalqaroda olib berishimizga sabab, tub maqsad xalqimizning haq huquqini qo'lga keltirish. Ya'ni bugun Sharq Turkiston mustamlakalangan Xitoy tarafidan qonunsiz besilingan bir zamin. Ammo buni yaqin kelguncha dunyo bilmaydigan gap, bizning mustamlaka qilingan bir tuproq, besilingan bir tuproq emas. Uyg'urning kim bo'lganligi, bu tuproqning kim bo'lganligi Xitoyning xuddi bir qora qutisiga o'xshash saqlanib kelgan, dunyoning nazaridan uzoq turib kelgan bir xalq biz endi yaqinqi yillarga kelguncha. Albatta bizning burunqi rahbarlarimiz, liderlarimiz buni dunyoga anglitishga uzun yillardan buyon 1949-yili yurt dışıga hijrat qilgan Mümtün Bug'ra, Isa Yusuf Alptekin, keyin O'rta Osiyoga kelgan Ziyo Samidovga o'xshaydigan Abdurahmon nurg'un liderlarimiz bu xizmatni qilib keldi. Ama dünyanın şartları şu vaxtki özümüzün imkaniyetleri dairesinden bu mesele xalqaralıq bir mesele bulanmadı. Şunun için bizim bütün davayımızdan asasımızda Uyghur meselesini, Şərq Türkistan meselesini bir xalqara dava meselesi götürüş, dünyaya anlatış, dünyanın qaylılığını qabul qilish idi. Bu mesele tamamlandı. Hem de bu anlatıp bolğandan keyin ne buldu? Anlatışlam emas maqsad. Anlatışdaki maqsad bizning qonuniy huquqimizda, xalqara qonunlar bo'yicha hukuklarımız var bir yerde. Bu hukuku qo'lga olish. Bunun en ahirki nihai hedefimiz Şərq Türkistan'ın Xitoy hükümet tarafidan qanunsuz besilingan bir devlet bo'lganligini, bu devletimizni asliga keltirishdan iborat bu arzuyimizni ishga oshirish, bunun için dünyanın yardımını qo'lga keltirish. Bizning Xitoyning atom bombasi bo'lgan Xitoy bilan so'qash qilib onun alalaydigan kuchimiz yo'q bugun. Xitoy en aciz vaqtlardami biz bu nimaga erishib bo'lgandan qo'g'dab qololmagan. Hem bugun bütün dünya xiris qilayotgan bir davlatga nisbatan biz qurolli harakat qilib buni ololmaymiz. Unda kuchimiz yo'q. Ama dünyanın yardımı bilan buni ishga oshira olamiz. Bu dünyanın bizga yardımı bo'lish uchun bizning qonuniy haq huquqlarimizdan kapolatga olish uchun xalqaro qonun bo'yicha harakat qilish kerak. Shuning uchun bu bir haq huquq masalasi. Biz bu masalani anlatib ma'lumiyatga keldik. Dunyo buning Uyg'urlarga nisbatan bir irqiy qirg'inchilik bo'layotganligini nurg'unlagan parlament qabul qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy hukumatiga nisbatan muzokaralar, dokladlar chiqdi. Mushlarning hammasi mushu qonuniy huquqimizni kapolatga qilishning bir qadam bosqichlari edi. Qadam bosqichlari edi. Demak, bu narsaga yetgandan keyin biz hamda Xitoyni mecburi emgak turutun xalqaro qonunlar bo'yicha jazolash, Xitoy amaldorlarini xalqaro qonun bo'yicha jazolash, Argentina sotimizning maqsadi Xitoy bir Uyg'urlarga nisbatan irqiy qirg'inchilik qilib turayotgan bir hokimiyatni jazolash, xuddi Nazi Almaniyasini Nürnberg soti orqali jazolagan o'xshaydigan jazolash. Uyg'ur sotining maqsadi shu. Uyg'ur sotining maqsadi bir jinoyat o'tkazyapti, yoki irqiy qirg'inchilik bormi, insoniyatga qarshi jinoyat bormi deganda xalqaro qonunlar bo'yicha hissiyotdan uzoq faktlarga tayangan holda o'tirib qo'yish. Buni dunyo shuni bilan qoyil bo'lgan gap. Bizning yig'imiz bilan hissdoshlik qiladi, ammo qoyil bo'lish bu ayrı masala. Shuningga bu narsa Argentina sotining maqsadi ikkinchi Uyg'ur sotidan keyin rasmiy qadam bosqichi bilan Xitoy amaldorlarini irqiy qirg'inchilik o'tkazayotgan bir amaldorlarni jazolash. Hamda Angliya sotining maqsadi bo'lsa Xitoy bilan irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir davlatdan kelgan majburiy emgak bilan demokratik bir davlatning hamkorlashmasligi, buning jazoga tortilishi. Demak, o'xshamagan yo'ldan Xitoyni besim qilish va dunyoning bu bizning haq huquq masalamizni kapolatga ega qilish majburiyatlarini xotirlatish va xotirlatish bilan birga harakat o'tkazish. Shuningga bizning dunyo qurultining strategiyamiz va Sharq Turkiston davosini xalqaralashtirish bu qadam nayt muvaffaqiyatli tamamlandı. Tabii ki yanında bu bizim mühim siyasi programlarımızın, diplomatiya kurashlarimizning bir parçası olib davom qiladi. Çünkü yanılar oyganmayotgan Xitoy bilan sap turayotgan nurg'ulg'an davlatlarning borlig'iga bo'lib musulmon davlatlardan Xitoy bilan o'rtaq sap turayotganligi shohid bo'layotimiz. Bu ko'rishimiz davomlandi. Shundan bilan birga bu qonuniy huquq davomimiz, o'zimizning haq huquqimizni elish meselesi bu davanın yeni bir qadam yüksek daire ko'tarilganligi. Çünkü buningdan 10 yil ilgari qilib Angliya hukumatini biz sotqa beramiz deganni xiyol qilolmaydik. Ama şu yerga keldikki, bugun Angliya hukumatini Angliyaning markazi turib, sen jinoyatchiga o'rtaq bo'lmasliging kerak.
degan narsalarni so'roq tortyapmiz. O'xshash jarayonlar boshqa davlatlarda davom qiladi. Yaqinda biz Irlandiya nima o'xshash shaklda bir qonun jazo tortish yo'llari haqida advokatlar bilan so'zlashyapmiz. Shuningga bizning strategiyamiz birinchi qadamlarni tamomlagandan keyin ikkinchi qadamlarga o'tdik. Mushu shaklda davom qilyapti endi. Endi oxirida mayli chet ellik kuzatuvchilar bo'lsin yoki Uyg'ur analizchilar bo'lsin, bu sotning Uyg'urlarninki milliy harakati tarixidagi zo'r bir voqea ekanligini ifodalashmoqda. Undaqda Dunyo Uyg'ur qurultayininki BDT bexatarlik kengashining 5 nafar doimiy a'zosining biri bo'lgan Angliyada kuchli bir davlatning hukumati ustidan arz sunishga jasorat qilishi nimadan darak berdi? Buning strategik ahamiyati nima? Buni Dunyo Uyg'ur qurultayininki muavin raisi, strategiya mutaxassisi Doktor Erkram Efendi'nin tahlilinden alınsak. Qani merhamet. Dünya Uyghur Qurultayının davanı xalqaravileştirgenden keyin ikkinchi bosqichdagi nurg'un siyosetlar var. En muhim siyasetinin birisi şu qonun yolu bilan harakat qilish. Chunki bu qozongan putuqliqlarni qo'g'dab qilish, muqimlashtirish chetda qonunga tayinib turib buni qilg'ili bo'ldi. Bunun yanında yine kanun yolu bilen minip davanı yani mukumlaştırgan davanı dehimi yüksek bir pelge apağılı buldu ve güçlü bir şekilde davanı halkara sahnede yani ilip bağıl buldu. İkinciden bu Xitayning Şarq Türkistan baylıklarını sömürüp onun mümkün pul kazanış bay buluşunun aldığını mağlı buldu. Ve Xitay'ınki iqtisadiga Çin bir ziyan bereleydi, qattiq ziyan bereleydi. Ve hazır mana bir yıldan beri Xitay'ınki Şarq Türkistan'daki paxtanınki işlep çıkarışı %40 azalganlığını ve işlep çıkargan paxtanınki %60'ı kolda qalganlığını gösterdi. Yalğızlı paxta emas Şarq Türkistan'ınki misalga pomidor. O cetdimi nurg'un cheklemeler bo'lg'achqa Xitoy bu cetdimi yana pul topamay qiynaladi. Shuningga bu Xitoyga bir jazo berish, Xitoyga bir besim ishiltish cetdimi bu arznoma ninki bir muhimligi bor. Üçüncü birisi bo'lsa, agarda Angliyadagi bu sotni tutib chiqqan taqdirda nurg'un devletlerninki Xitoy bilan xohlagancha tijorat qilishining oldini ma'qul bo'ldi. Chunki o devletler Xitoy bilan shu Şarq Turkistonning mahsulotini setib oldigan vaqtida biroz diqqat qilishga majbur qoladi va balki jasoratmi qilolmay qilish mumkin. Chunki bu mahkamadan chiqqan qarordan keyin to'lam masalasi bo'ladi. Ya'ni jazolandirish masalasi bo'ladi. Ya'ni bu jazolantirgan pulga chiday olamdi yoki boshqa bu yo'llarning to'silishi, qonun yo'llari bilan bularninki ticari yo'llarni to'sishi chetdimi nayta ahamiyatli bo'ladi. Endi bu sotda mayli qanday bir natija chiqsin, davani shu qonun yo'li bilan ilib borganligi va shundaqla qonun sotlarda bu ishni hal qilish bu faoliyatlar tabii ki Şarq Türkistan davasını bir xalqaro sahnelerde devamlı tutup turuşunda bir faydası buludu. Ama bazı şirketler eğer de jazo bergen pullarını az görüp yani men jazoni to'layman, yani Xitoy bilan mushu tijoratni qilaman deydigan ahvollarni bo'lish mumkin. Buni oldini olish uchun ba'zi tayyorliklar bo'lish lozim. Yani bir xil ahvol bo'lsa, Şarq Turkistondagi mahsulotlarni xuddi üçüncü bir devlette ishlab chiqargandek. Chunki Angliya tamoji bu ishlab chiqargan mahsulotninki manbasi nerede deb uni tekshiradi. Agarda aniq tekshirishlar bo'lmay qolsa, oldi o'tadigan ahvollar bo'ladi. Yani Xitoy yag'an isbot berish bilan ba'zi shirkatlar, chunki shirkatlar pul kazanışınınki koydu. Bularga yardım qilishi bilan Xitoy belki yine bu mahsulotlarni satqılı buludu tabii. Shuningga bu chetdimi nayta ko'p ma'lumotlarga ega bo'lish kerak
ve bu istihbarat chetdimi bu ma'lumotlarga ega bo'lgan ba'zi qurilishlar bilan munosabat qurib turib, mushu ma'lumotlar bilan chiqqan sotdan chiqqan qarorlarga bir bisim ishiltishdimi jiq foydasi bo'ladi. Ya'ni ba'zi Xitoy va yoki bu tijoratchilarninki arasındaki o'yinlarga qarshi bir tadbir ilishmi bu sotda tutilishninki muhim bir ameli bo'ladi deb o'ylayman. Angliyadagi bir davlatga qarshi, hukumatiga qarshi bunda bir arzni sunish va sotga berishninki jasorati birinchisi Sharq Turkistonliklarni ilib berayotgan bu da'voninki haqli bo'lishi. Chunki har qanday bir inson, har qanday bir jamiyat, har qanday bir millat zulmga qarshi cho'qim bosh qaldirish lozim, cho'qim qarshi chiqish lozim. Bu hem dini cihətdən bo'lsin, milliy cihətdən bo'lsin, bununki haqlı tarafi bor. Bo'libmi Xitoyninki Sharq Turkistonda bu mayli yer osti bo'lsin, mayli yer usti bo'lsin, bu boyliqlarni sömürüb ilib, ondan keyin o'zininki iqtisodini jonlantirish, kuchlantirishga yo'nlangachga, bununla qarshi, ya'ni Sharq Turkistonliklar bundan payda alamag'ashqa, bununla qarshi chiqishma nayta normal bir ahvol. Shuningga bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bu emgekçilerinin hakkını qo'g'daydigan hujjat ve dokladlarga binoan bu meseleni o'tirib qo'yg'ili bo'ladi. Ya'ni bu qonuniy yo'llar ochiq. Undan boshqa misolga Birleşken Devletler Teşkilatı inson haqlari bu Aliye Komiserliği'nin çıkargan dokladından evvel Birleşken Devletler Teşkilatı yani şu insan hakları komitetinin ki mutahassislerinin çıkargan bir doklad yanı var. Bu doklad bolsa Sharq Turkistonning bu yaşanıvatkan bu zulüm aslında zamonaviy qulluq sisteminin ki neticesi de xulası çıkargan. Yani Sharq Turkistonda bir zamonaviy qulluq sistemi bor degan gap. Undaqda nurg'un davlatlar, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın chiqargan ba'zi dokladlar bo'lsin, kelishimlar bo'lsin, bundaq ahvolda ishlab chiqargan mahsulotlarni og'il bo'lmaydiganligini va mahsulotni ishlab chiqarishning o'zima bir xato bo'lganligini, buningki bir jazosi bo'lish kerak bo'lganligini bu yerda bu dokladlarda, hujjatlarda, kelishimlarda ifoda qilingan. Üçüncüsü bo'lsa bu Angliyama Sharq Turkistonning ismini demizmi, Xitoyning mushu bisim ostida yoki jinoyatchilarninki bu ishlab chiqargan mahsulotni og'il bo'lmaydiganligini o'tgan oyda bir bayonnomani e'lon qilgan. Ondan başqa bu Angliyada zamonaviy qulluq sistemiga qarshi degan bir qonun var. Bu qonunga binoan Sharq Turkistonda degan qulluq sistemi bo'lg'achqa, Sharq Turkistonda ishlab chiqargan mahsulotlarni Angliya hukumatimi yoki davlatimi bularni ilishma bir xato bo'ladi. Shuningga bu xatoliklarni bu arz yo'li bilan, otoqatning yo'li bilan Angliya hukumatiga arz qilish, ya'ni bu haqli bir yo'l bo'ladi hamda. Qimmatli vaqtinglarni chiqarib programmamizga kecha demay qatnashib berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Shuning bilan programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning qanlimizga a'zo bo'lishni va hambarlashni unutib qolmasliklarini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat. Ko'p rahmat.